Bir kishi hiyla bilan bir qushni tuzoqqa tushirdi. Qush tilga kirib unga yolvordi: "Ey ulug' inson, sen necha ho'kizlar va qo'ylarni yeding, tuyalar qurbon qilding. Bu dunyoda ular bilan to'ymading-ku, meni yeb to'yasanmi? Agar meni qo'yib yuborsang, senga 3 ta nasihat aytaman. Bu nasihatlarga amal qilsang, har mushkuling oson bo'ladi. Birinchisini qo'lingda turib aytaman, agar ma'qul bo'lsa, meni qo'yib yuborasan. Ikkinchisini shu tom ustiga, uchinchisini esa anavi baland daraxtga qo'nib aytaman." Odam qushni mahkam ushlab, "Qani, aytginchi, agar yoqtirsam seni qo'yib yuboraman" debdi. Bechora qush birinchi nasihatini aytdi. Bo'lmaydigan gapga kim aytsa aytsin, ishonma. Odam qushni qo'yib yubordi. Qush uchib tom chetiga qo'ndi. Ikkinchi nasihatini aytdi. O'tib ketgan narsa, boy berilgan fursat uchun xafa bo'lma, oh-voh chekma dedi. Yana biroz uchib baland daraxt shoxiga qo'ndi va dedi: "Qornimda og'irligi 11 dirham qimmatbaho dur bor edi. Qo'yib yubormaganingda o'sha dur seniki bo'lardi." Buni eshitgan odam yig'lab siqtadi, sochlarini yuldi. Bu bema'nilik qarshisida qush aytdi: "Men senga o'tib ketgan narsa, boy berilgan fursat uchun oh-voh qilib xafa bo'lma demadimmi? Modomiki fursatni qochirding, nega g'amga botib o'tiribsan? Yo nasihatimni eshitmading yoki karsan?" Qush so'zida davom etdi: "Bundan tashqari senga bo'lmaydigan gapga ishonma demadimmi? Axir mening og'irligim 3 dirham. Qornimda qanday qilib 11 dirhamli dur bo'lsin?" Shundagina odam o'ziga keladi. Bo'ldi. Aytganlaringni endi yaxshi angladim. Qani endi 3-chi o'gitingni ayta qol." Qush: "Voy, Xudo xayringni bergur. 2 o'gitimga rioya qildingmiki, mendan 3-chisini so'rayapsan? Uxlab yotgan noshudga o'git berish unumsiz tuproqqa urug' ekkan kabidir. Ahmoqlik va noshudlik, ilmsizlik yirtiqqa yamoq bo'lmaydi" debdi-yu, uchib ketibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.